kitobda odatlaringizni 4 ta etapda osongina shakllantiring degan mavzuda gaplashamiz ekan. Va o'sha 4 ta etap qaysi, ularga qanaqa berishiladi va ularga chiroylikkina misollarni video davomida kuzatishingiz mumkin. O'sha 4 ta etap nimalardan iborat ekanligini muhokama qilishdan oldin men sizlar bilan avtor bergan birinchi misoli haqida gaplashmoqchiman. Ya'ni bir tadqiqotchi mushugini oladi va qafasni ichiga soladida, uni xatti-harakatini o'rganmoqchi bo'ladi. Ya'ni chiqish uchun nima qiladi va orada uni chiqish tezligi o'zgaradi. Misol uchun oldiga ovqat qo'yadida va qafasni ochish uchun bitta tugmacha qo'yib qo'yadi. Va mushuk birinchi bo'lib tahlikaga tushadi, eshikni ocholmaydi va bir joylarini tishlab ko'rgandan keyin, tegib ko'rgandan keyin o'sha tugmachaga bexosdan tegib ketib, eshik ochiladi. U birinchida 15 minut olar, 20 minut olar. Keyingi safar o'sha qafasga solinganda u tezroq bo'ladi. Va u yanayam tezroq bo'ladi. Oxir-oqibat u qafasni ichiga solganda eshikni ochish uchun sразу o'sha to'g'ri tugmachaga borib, uni bosib, eshikni ochib, ovqatini yeydigan bo'ladi. Buni tagida bitta psixologiya yotadi. Buni hammamiz bilib-bilmasdan hayotimiz davomida ishlatib boramiz. Ya'ni u xatti-harakat, odat qachonki sizga yaxshi, qoniqarli natijaga olib boradigan bo'lsa, siz uni qaytarishingiz osonroq bo'ladi. Unga xalaqit beradigan, unga to'siq bo'ladigan narsalarni yo'qotishingiz judayam oson va o'zingiz bilmasdan qilasiz. Lekin xatti-harakat, odatlar yomon natijaga, qoniqarsiz natijaga olib boradigan bo'lsa, uni yoki qilmaysiz yoki davomiyligi kamayadi. Bir to'xtab o'ylab ko'ring. Siz shakllantirmoqchi bo'lgan odat yoki allaqachon shakllantirib bo'lgan odat qaysi muammoni yechish uchun shakllantirilgan? Yomon odatlardan boshlaydigan bo'lsak, misol uchun sigaret, alkogol, lift yo qanaqadir nima deb nomlasangiz ham, shu yomon odatlar o'zi o'shani iste'mol qiladiganlar, o'shani doimiy qilib turadigan odamlarni qanaqadir muammosini yechadi. Lekin sizga bo'lishi mumkin, coping mexanizm misol uchun qaraysiz, bular prosta o'zini aldayapti deyishingiz mumkin, lekin o'zlariga shuni o'zini aldash, muammolarni esdan chiqarish, chalg'ish qaysidir muammoni yechish darajasida bo'ladi. Lekin misol uchun sizda yaxshi odatlar bo'lishi mumkin. Misol uchun siz o'ylanasizmi, boshingiz og'riydimi, siz ozgina tashqarida aylanib qo'ysangiz, yoki toza havoda aylanib qo'ysangiz yoki ozgina suv ichsangiz sizga yetarlicha bo'lishi mumkin. Va ikkalasi sog'lom yoki nosog'lom odatlarni farqi ular o'sha uzoq masofada, misol uchun vaqt davomida yomon odatlar qiladigan o'sha ichadigan, chekadigan odamlarga o'sha muammosini hal qilish uchun ularga ko'proq doza kerak bo'ladi va oxir-oqibat bu judayam tangizga yomon ta'sir qiladigan bo'lib ketadi. O'z davomiga tortadi. Lekin sizga shu yaxshi odatlar, sog'lom odatlar bilan qiladigan bo'lsangiz, u bora-bora sizga naborat foydalar olib kelishi mumkin bo'ladi. Qachonki miyangizga nimadir yoqib tushganda, sizni miyangiz to'xtab turib, o'sha paytgacha nima bo'lsa, ya'ni voqea, hodisalarni katalogga ajratib chiqadi va keyingi safar qilgunizcha o'sha voqealarni kamaytirishga, osonlashtirishga, o'sha rag'batga erishishga osonlashtiradi. Ya'ni qanaqa deydigan bo'lsanglar, videoni boshidagi o'sha mushuk bilan quti, ya'ni mushuk bilan qafas hikoyasi. Misol uchun mushuk boshida bir joylarni tishlab ko'rdi, u yoqqa bordi, qo'rqdi, lekin keyingi amaliyotlarda to'g'ri borib o'sha tugmani bosib, eshikni ochib chiqib ketdi. Siz ham shu yoshga yetgunizcha xuddi shunaqa odatlarni, xatti-harakatlarni osonlashtirib, unga kerak bo'lmagan xatti-harakatlarni chiqarib tashlagansiz. Agar shuni bajarsam, shunaqa bo'larkan degan narsa miyangizda har doim ishlab turadi va sizni odatlarni shakllantirishingizga bevosita xizmat qiladi. Ko'pchilik odatlarimizni shakllantirish, hayotimizdagi odatlarga ko'proq e'tibor qaratish, ularni jadvalini qilib chiqish ozodlikdan mahrum qiladi deb o'ylaydi. Lekin aslida ular hayotidagi ozodlikni yo'qotayotganini bilishmaydi. Chunki buni videoni boshida gaplashdik. Odamlarni miyasiga nimadir yoqib tushadigan bo'lsa, ungacha bo'lgan voqea hodisalarni o'rganadi va eng vaqt ko'p oladigan, eng sekinlashtiradigan narsalarni avtomatik o'chirib chiqadi. Ya'ni sizni kichkinaligingizdan hozirgi bo'lgan vaqtingizgacha siz judayam ko'p odatlarni o'zingiz bilmasdan shakllashtirgansiz, tezlashtirgansiz. Misol uchun eshikni ochayotganda yoshligingizda siz burab ko'rgansiz, nimalardir qilib ko'rgansiz, lekin yoshingiz o'tishi bilan uni bunday qilsangiz ochilishini o'rgangansiz. Yo bo'lmasam kimdir qulflab qo'ygan chiqib ketmasligingiz uchun siz o'rgangansiz, nimadir qilib qo'ygansiz, keyin pastdagisini bu yoqqa bursangiz ochilishini o'rgangansiz.
Ya'ni shunaqa bo'lib, siz hayotingizda odatlarni qurdingiz, lekin siz u haqida hech qachon o'ylamadingiz. Lekin hozir o'ylab qarasangiz, judayam ko'p odatlar sizni hayotingizni sekinlashtirayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz ishda charchab o'tirgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun sizni vaqtingiz yetmayotgan bo'lishi mumkin ko'p ishlarga. Bularni hammasini odatlaringizni o'ylab chiqib, o'zi odatlar nima, sizni hayotingizga qanaqa ta'sir ko'rsatadi, bularni o'rganib chiqishingiz uchun shu Atomic Habits kitobi sizga kerak bo'ladi. Birinchisi bu signal. Hayotingizdagi hamma odatlar yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi, shu etapdan boshlanadi. Misol uchun, siz judayam ko'p shirinlik yeydigan bo'lsangiz, u qayerdandir boshlanishi kerak bo'ladi. Har safar yeyotganingizda uni uyg'otadigan, ya'ni sizga rag'batni taxmin qilib beradigan narsa bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni siz ko'rdingiz, siz o'yladingiz, o'sha tasavvur qildingiz, o'sha men yeb oldim, maza qildim degan narsa ko'rganingizda bilinadi. Yoki nimadir shirin, hidli narsalar bo'ladi. O'shalarni hidlaysiz, miyangizga uradi. Shuni yesam men mazza qilaman deysiz. Ya'ni baxtga erishaman degan narsa bo'ladi. Expectations. Ya'ni siz uni olib yeysiz, endi bu ikkinchisiga o'tadi. Ikkinchisi bu istak. Ya'ni endi siz uni ko'rdingiz, kashf qildingiz, siz uni rag'batini tasavvur qildingiz, ya'ni uni yesangiz nima bo'lishini bildingiz. Endi siz uni xohlayapsiz, ya'ni istak uyg'ondi. Ya'ni siz uni aynan o'zini xohlamayapsiz, sizga u hissiyot berishini xohlayapsiz, siz uni kayfiyatingizni ko'tarishini xohlayapsiz va bu endi uchinchisiga o'tadi. Uchinchisi javob. Ya'ni siz uni ko'rdingiz, kashf qildingiz, xohladingiz. Endi siz u haqida nima qilishingiz shu yerda juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni siz uni borib olib yeysizmi, yo bo'lmasam borib boshqa narsa qilasizmi, ketib yuborasizmi yo yeyman deysizmi. Bu to'rtinchisiga o'tadi. Rag'bat. Ya'ni siz o'sha odatni oxirgi maqsadi, ya'ni o'sha odat shakllanishini, xatti-harakatingizni, umringiz davomida qilib kelayotgan narsalarni oxiri shu rag'bat. Siz hamma narsani rag'bat uchun qilasiz. Uni yeb oldingiz, bo'ldi, maza qildingiz, tugadi. Endi keyingi safar yana o'shani ko'rganingizda yoki hidini hidlaganingizda siz uni boshdan boshlaysiz. Shunchadan bular to'ralasi aylanadi. Buni ikki qismga bo'lib olsanglar bo'ladi. Muammo qismi, ya'ni birinchisi signal, ikkinchisi istak, yechim qismi, ya'ni u muammo haqida nima qilasiz, uchinchisi javob berasiz, to'rtinchisi rag'bat olasiz. Endi videoni va kitobni chapterini go'shtli, eng mazali, eng kerakli bo'lgan joyiga keldik. Ya'ni o'sha 4 ta sizni hayotingizni, odatlaringizni o'zgartiradigan qonun. Birinchi bo'lib signallarni aniq qilishingiz kerak. Ikkinchi bo'lib istaklarni jozibador qilishingiz kerak. Uchinchi bo'lib javoblaringizni oson qilishingiz kerak. To'rtinchi bo'lib rag'batni haqiqatdan ham qoniqarli qilishingiz kerak. Endi bitta odatni misolga olaylik-da, uni ko'rib chiqaylik. Men YouTube'ga juda ham ko'p videolar olmoqchiman. Lekin shunaqa paytlar bo'ldi, bir oy video olmadim, 2 oy video olmadim. Lekin hozir ko'p video olaman. Nimaga? Chunki men stativimni bu yoqqa qo'yib qo'yaman, ko'rinadigan joyga qo'yib qo'yaman. Yo bo'lmasam mikrofonimni ko'rinarli joyga qo'yib qo'yaman. Ya'ni menga signal juda ham oson eslashim uchun. Ikkinchisi istak, jozibador. Ya'ni buni qanaqa jozibador qilishim mumkin? Menga keladigan kommentlar, kommentlarni o'qish, kommentlarni tekshirish, ya'ni menga bo'layotgan qo'llab-quvvatlab, o'ltoqlashlardan xursand bo'lish. Ya'ni men shularni ko'raman, istagim jozibador bo'ladi. Uchinchisi, unga bo'ladigan harakatni osonlashtirish. Ya'ni buni qanaqa qilaman? Men prosta olaman, qo'yaman, gapiraman. Montaj qilayotganda ham unchalik o'zimni qiynab 2 kun, 3 kun sarflamayman. Judayam sodda, judayam oson qilaman hozircha. To'rtinchisi, buni qanaqa qilib qoniqarli qilaman. Ya'ni menga rag'bat nima berdi? Menga rag'bat o'sha aytganimdek kommentlar, yo bo'lmasam bundan tashqari nimadir qilsam bo'ladi. Har bitta videoyim 200 ta prosmotr, yo bo'lmasam 1000 ta prosmotr. Даже 20 mingta bo'ldi. 20 mingta bo'lganiga men qanaqadir o'zimga ovqat olib bersam bo'ladi. Chiroylikkina. Sen 20 mingta prosmotrga erishishing, shuncha odam seni maqtab yozdi degan narsa bo'lishi mumkin menda. Lekin menga to'g'risi bu kitobni qoidalarni hayotimga implement qilishim shart emas. Men nimadir odatni shakllantirmoqchimanmi? Prosta shakllantiramiz. Let's go, let's do it. Bo'ldi. Lekin agar siz odatlaringizni shakllantirishda qiynaladigan bo'lsangiz, ularni o'rganish, tushunish juda ham oson bo'ladi. Balkim men o'zim bilmasdan qilarman bularni, chunki bu kitobni o'qiganim uchun. Endi buni teskarisi, siz yomon odatlarni tashlash uchun nima qilishingiz kerak? Birinchisi,
signalni ko'rinmaydigan qilib qo'yishingiz kerak. Misol uchun ko'p aroq ichib qo'yapsizmi, aroqqa beradigan har bir signalni yo'qotishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun do'stlaringiz signal bo'lishi mumkin, ulardan kechishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni aroq ichadigan do'stlardan kechishingiz kerak. Chunki siz har doim ular bilan bo'lganingizda ular aroq ichadi, yo bo'lmasam aroq ichishni sizga eslatadi, aroq ichishni tavsiya qiladi. Ikkinchisi, bu o'sha aroqqa aloqador nima bo'lsa, misol uchun, telefoningizda rasmlar bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam nima bo'lsa, o'shanga aloqador narsalarni o'chirishingiz kerak bo'ladi va xunuk qilib ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi istak, ya'ni har bir istaganingizda yoki ko'rganingizda, misol uchun undan keyingi harakatingizni eslashingiz mumkin. Bunga javob turib, nimalar qilaman, nimalar hayolimdan o'tmaydi, nimalar qilmaganman degan narsa bo'lishi kerak. Uchinchisi, harakat, unga bo'ladigan harakatingiz. Ya'ni sizga aroq sotib olish, aroq ichish judayam qiyin bo'lishi kerak. Misol uchun, uni odatlarini tashlash judayam qiyin. Agar siz unga o'rganib qolgan bo'lsangiz, ya'ni men faqat aroq haqida gapirmayapman, yomon odatlar haqida gapiryapman. Uni amalga oshirish qiyin bo'lishi kerak. Unga javobingiz judayam qiyin bo'lishi kerak. Siz misol uchun aroq sotib oladigan bo'lsangiz, oldingizdagi qo'shni aroqxona emas, 10 kilometrga piyoda yurib sotib oling har safar. Siz 2 marta sotib oling, 3 marta sotib oling, уже 10 kilometrga yuraverganingizdan borib ichmay qo'yaman deysiz. Lekin bunda qat'iyat kerak bo'ladi. Siz ertasiga, bora deb narigi tarafdagi aroqxonadan sotib olishingiz mumkin. To'rtinchisi, qoniqarsiz bo'lsin. Mayli siz ichib qo'ydingiz, men sizni tushunaman, odatlarni qaytarib qo'yish judayam oson, judayam tez, ayniqsa ular yomon bo'ladigan bo'lsa. O'zimdayam yomon odatlar bor, bo'lishi mumkin yoki qiynalyapman. Lekin sizni tushunib turibman. Buni endi siz qoniqarsiz qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha aroq ichish experience yoki o'shanga borish experience, ya'ni o'sha 10 kilometr ham shuncha kirib ketadi. Ya'ni o'sha ichib bo'lganingizdan keyin qanaqadir qoniqarsiz natija bo'lsin. 1 million sadaqa bering. Yo bo'lmasam, kimgadir 1 million bering. Shunga ayting, misol uchun, men senga 1 million beraman agar ichib qo'ysam, просто sen qarab yurishing kerak. Deng, bo'ldi, siz o'sha qilmaysiz. Yo bo'lmasam, ayting, misol uchun, men ichib qo'ysam, meni videoga ol. Men qanaqa harakat qilaman, и трезвилигingizda ertasiga o'ziga ko'rsatsin. Shuni 10 marta qilsin, 5 marta qilsin, bilaman, siz hozir undan ham ko'p qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni men faqat aroq haqida gapirmayapman. Любой yomon odatingiz. Lekin siz o'sha yoqimsiz natijani o'zingizga olganingizdan keyin bu narsani qilmasligingiz judayam aniq. Ya'ni videodan, kitobni shu chapterdan o'rganishinglar kerak bo'ladigan narsa o'sha. Birinchisi, ko'rinadigan qilinglar odatinglarni, signalini. Ikkinchisi, istaginglarni jozibador qilinglar. Uchinchisi, unga bo'ladigan javobinglarni osonlashtiringlar. To'rtinchisi, natijani qoniqarli, o'zinglarga yoqimli qilinglar. Yomon odatda bo'lsa, teskarisi.